Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Islomda g'usl qanday qilinadi degan savolni berdilar. Islomda g'usl qilishlik uchun avvalambor niyat qilinadi va niyat qalbda bo'ladi. Barcha ibodatlarda, namozda bo'lsin, tahoratda bo'lsin, ro'zada bo'lsin, inson niyat qilayotgan paytda men tahorat qilishlikni yoki namoz o'qishlikni yoki g'usl qilishlikni niyat qildim deb tilida aytmaydi, balki qalbida mana shu bir ishga kirishligini o'zi niyati borligiga dalil bo'ladi. G'usl qilishlik niyat qilib bo'lgandan keyin Oysha onamiz radhiyallohu anha Buxoriyda va boshqa sahih hadislarda rivoyat qilingan hadisda Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan g'usullarini sifatlab aytadilarki, agar g'usul qilmoqchi bo'lsalar, qo'lini 3 marta yuvardilar. Ya'ni qo'lini kaftlarigacha 3 marta yuvar edilar. So'ng avrat joylarini, ya'ni o'sha mani tegib qolgan joylarini yuvardilar. Ya'ni oldini, orqasini va yana boshqa a'zosida agar mani tegib qolgan bo'lsa, mana shu yerlarini, ya'ni oldini, orqasini, pastlarini yuvardilar. So'ng esa namozga tahorat qilganidek tahorat qilardilar. So'ng esa boshiga, qo'liga suv olgan holatda boshiga 3 marta ostilarigacha suv kirgizar edilar. Ya'ni boshini 3 marta yuvar edilar. So'ng esa butun jasadiga suv yetkazardilar. Bo'ldi. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan usullari sahih hadisda kelgani kabi mana shunday nima qilingan. Ikkinchi ko'rinishi, agar inson mana shu sunnatga muvofiq komil ravishda g'usl qilmasdan suvi kamroq bo'lsa yoki shoshilinch bo'lsa yoki boshqa bir sababga ko'ra g'usl qilmoqchi bo'lsa, butun jasadiga suv yetkazishligi bilan, ya'ni g'uslni niyat qilishlik bilan, so'ng butun jasadiga suv yetkazishligi bilan g'usli nima joiz bo'ladi. G'uslga o'tadi. Lekin komil ravishda, mukammal ravishda sunnatga muvofiq qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qaytarib aytamiz, 3 marta kaftini yuvadi, so'ng oldi orqalarini, avratlarini yuvadi, so'ng boshiga suv yetkazadi. 3 marta olgan holatda suv yetkazadi, so'ng butun jasadiga suv yetkazib qo'yishligi bilan nima g'usli komil bo'ladi. Allohu a'lam.